Assalomu alaykum, bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-uka opa-singillarimiz, sizlar bilan men Hasan, sizlar bizni Hasan Musofir TV YouTube kanalimizda kuzatib turibsizlar. Ushbu videoni boshlaymiz ekan, bitta like bosib, yaxshi joylashib, kommentariyaga chiroyli fikr bildirib ketingizlar. Biz sizlarga skladdan Moskvadan Mitra Azyorniy Ryabino va 45 dan skladdan ish chiqaryapman. Bu ishga erkak ayollar ishga qabul qiladi. 18 yoshdan 45 yil yoshgacha Moskva patenti bilan Tojikistondan, O'zbekistondan yangi kelayotgan do'stlarimizni ham ishga qabul qiladi. Binoz bu yerda turgan Premium Rusko orqali ishlar. Do'stlar, sizlarga qisqachagina reklama. Moskva, Podmoskvada qiynalib yurgan do'stlarimizga Moskvada Metro Dobrinskida meditsina bo'yicha hamma xizmatlar ko'rsatiladi va yosh bolasi bor akalarimiz bo'lsa, olib kelsalaringiz, farzandlaringizni sunnat ham qilib qo'yadi. Aka, tishim og'riyapti, ko'rib qo'ysangizmi? So'raymiz uslovalar haqida. Men az so'rashdan avval aytib o'taman. 3800 rubldan ishlasa bo'ladi ekan, soat 9 dan 9 gacha yotoq joy registratsiyalar beradi. Oyliklaringizning hisobidan ushlab qoladi. Video davomida oxirigacha ko'ringizlar. Ishlayotgan akamiz va kattasidan sizlarga qo'ldan kelgancha batafsil to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz va Telegram kanalimni kommentariyaga zakrib qilib ketaman. O'tib obuna bo'lib qo'yingizlar. Telegram kanalda ham yangi ishlarni chiqarib boramiz. Yangi kelgan odam 25 kunda 15 kunlik pulni oladi. Undan 10 kun zadishqa bo'lib qoladi. Undan keyin har 15 kunda berilib ketaveradi. Bu yerda ishlayotgan ayol kishilar bor ekan, videoga shukal uyalishdi. Shunga hozir o'g'il bolalar o'zlarini syomka qilyapman. Aka-ukalar 130 ming kamida olaman, 160 ming, 170 minggacha olyapmiz deb bir opamiz boya menga aytdi. Endi yangi kelganlar buncha ola olmasligi mumkin. Asta-asta 3 oy davomida shu oylikni olish darajasiga yetishi mumkin. Unda so'rash boshlaymiz. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, я являюсь представителем компании Charger. Приглашаем всех желающих посотрудничать, поработать. У нас есть много работы, начиная от грузчиков, заканчивая комплектацией товара. Мы сейчас в данный момент находимся на предприятии, это сортировочный центр Яндекс.Лавка. Цена какая? Зарплата у нас оплачивается, зарплату получаем 2 раза в месяц, то есть раз в 2 недели. Час с работы стоит 345 рублей. 10 дней задержка есть, да? Да, задержка, получается, это не задержка, а порядок выплаты. То есть отработали 2 недели и в течение 5-10 дней получаете полный расчет. И так каждые 2 недели. Понятно, спасибо. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Yana bir ko'rishib qo'ydik. Siz qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? Men kelganimga 1 oy bo'ldi. 1 oy? Qayerdan bo'lasiz? Men Samarqanddan. Samarqanddan. 1 oydan beri ishlayapsiz. 1 oydan beri. Undan avval qayerda ishlagansiz? Undan avval hech qayerda ishlaganim yo'q. Birinchi marta kelishim Rossiyaga. Shu yerga birinchi marta keldim. Hammasi yaxshi. Oylik oldingizmi? Oylik oldim. 15 kunligimni oldim. Bu akamiz aytgan gaplar rostmi? Hammasi rost. 65 ming oldim 15 kunga. 15 kun 65 ming o'zi birinchi oylikdan oldingiz. Birinchi oylikdan oldim. Masalan, qanday abyom qilsa bo'ladi bu yerda? Bu yerda hozir kelgan odam pik uradi. Savatiga 345 rubldan to'laydi. Hozir 1200 ursa 3800 topadi. Endi biz 1,5-1800 uramiz. Uni urganga bog'liqda, qancha tez ishlasangiz shuncha yaxshi. Abyomga qarab oylik ketaveradi. Abyomga qarab oylik ketaveradi. Bu yerga necha yoshdan necha yoshgacha bo'lganlar oladi? Opa o'tayvering bemalol. Bu yerga 18 yoshdan 45 yoshgacha oladi. Bizdan pikda yana guruchchilik ishlarimiz bor. 50 yoshliga, 55 yoshliklar ham olaveradi, farqi. 50. Endi bizni ishimizda pikka yosh bolalar bo'lsa yaxshi bo'ladi, chunki bizning ishimiz tez ishlaydi-yu. Qancha tez ishlasa shuncha yaxshi ko'p pul topadi. Shu yosh kattalar bizni ko'rib turganlar bo'lsa, kelsa kunlikka chasoyga ishlasa, oylikda normal 100 mingdan ziyod oylik olish mumkin. 100 mingdan ziyod oylik oladi. Bizni kuzatib turgan 45 yillik, 55 yosh atrofidagi akalarimiz, opalarimiz ko'rib turgan bo'lsalaringiz, Hasanboy aka 50 yosh, 55 yoshlarga ham ish chiqaring deganlarga, mana bu yerda 50-55 yoshlarga ish chiqaryapmiz. Qabul qiladigan 3800 rubldan kuniga kelib ishlasalaringiz bo'ladi. Aytganidek 10 kun zadishkasi bilan 25 kunda 15 kun oylik olasizlar. Yosh bolalar bo'lsa, yoshlar endi 18 yoshdan 25, 30, 35, 40 atrofida odamlar bo'lsa, 40 yosh atrofidagi abyomga normal pul ishlab ketsa bo'ladi. To'g'rimi aka? Shunday, ya. Yana qanday plyus taraflari bor? Bu yerni plyus tomoni kelgan odamga общительni qilib beradi hammasini. Kelgan odamga avans beradi srazu. Agar puli bo'lmasa, yega ichganiga pul beradi. Keyin oyligidan kanashni ushlab qoladi hammasini. Lekin qarashi hammasi yaxshi zakon. Tushunarli. Siz keldingiz, oylik oldingiz 65 kun, 15 kunga
haqiqatdan ham ishonarli. Ishonarli, mana Siz ishlayveramiz. YouTube orqali hammasi keldingizmi yaxshi. yoki bilan tanish orqali keldingizmi? Yo'q, men bu yerga Rustam aka orqali keldim. Shuni taniydim. Shunga telefon qildim. Shu ish orqali keldim. Haqiqatdan ham aytgan gaplari rost ekan va ishda ishlab yaxshi normal pul topyapmiz. Tushunarli. Aka-ukalar, opa-singillar, mana akamiz shu yerda ishlayapti ekan. Bu yerda bolalar juda ko'p. Videoga avval bilasizlar, ko'p odamlar videoga tushardi, hozir tushgan uyalishadi. Uzoqdan syomka qilgan videolarni video davomida qo'yaman, ko'ringizlar. Shu videomizga like bosib, tarqatib qo'yingizlar. Nima deyman? Mana 18 yoshdan 50-55 yoshgacha ishlarni sizlarga chiqaryapmiz. Kelinglar, hammasi o'zlaringga bog'liq. Qancha yaxshi tez ishlasanglar, shuncha ko'p pul topasizlar. Bu yerda faqat ishlash kerak. Ishlasangiz pul topasiz. Брат, какой-то вопрос есть? Нет вопросов. У меня нет. Mana akalar, boricha hamma to'liq ma'lumot sizlarga yetkazdi degan umiddaman. Registratsiya offshit qo'yib beradi. Registratsiya bilan offshitga oyiga ikkalasiga 12 ming, 13 ming rubl oyliklaringizdan minus qilinadi. 8 ming rubl masalan offshit bo'ladigan bo'lsa, 5 ming rubl registratsiya plus offshit 13 ming rubl bo'ladi. Yordam qiladi, oyliklaringizdan ushlaydi. Mana shu yerda 150 160 ming oylik ishlasalaringiz bir oyda shu oylikdan minus bo'lib ketaveradi. Shuni ham qo'yib qo'yamiz. Tak, 326-magazinda mana anaqa tovarim bor. Bu akamiz rабочий protsessni ko'rsatadi hozir, ish jarayonini, qanday ish ketyapti, nima ish qiladi, polni ko'ringizlar. Tak, bizaniki bunaqa ro'xli bo'ladi. Ro'xlida tashlaysizlar, ha? Ro'xlida tashlaymiz. Mana shunda olib Kelib, kelib. kamerachi oldiroqda. Tak, 326-magazinga kelamiz. Mana shunaqa qilib korobkalarda bo'ladi. Hozir bizadan qarang. O'nekta so'rayapsiz, ana shu 2 korobkacha. Shunday olinadi. Magazinga qo'yiladi. Bu 12 raqamli korobkalar, ha? Bularni shuna qo'yiladi. Ichida 6 tadan bo'ladi. 12 tada 2 ta qo'yiladi, kemamday pik uriladi. Bunday magazin ochiladi, mana bunday yopiladi. Bu bitta bir korobka bitta pik hisoblanadimi? Bu bitta korobka bitta pik hisoblanadi. Endi bu magazin yopilgandan keyin bizga 327-magazin yana 2 ta korobka so'rayapti. Mana 327-magazin 2 ta korobka so'rayapti. 2 ta korobkani oladi, 2 ta hisoblanadi. Hozir 2 ta qo'yildi, obshe 4 ta hisoblanadi. Bu akamiz kuniga 1500-1600 ta pik o'rayapti ekan. 15 kunga 65 ming rubl toza oldim deyapti. Endi men yangi kelganman, xudo xolasa qo'l o'rgangandan keyin bundan ham ko'piga qilishga harakat qilamiz. Harakatda barakat. 70 ming, 80 ming topishga harakat qilamiz. Shundan topyapsiz bolalar, xudo xolasa. Endi mana shunaqa qilib 328 ham endi bir dona korobka so'radi. 328 ga qo'yasiz buni. Mana shu 328 ga qo'yib, haq shuni pikni o'pamiz. Mana bu magazin yozib qo'yibdi raqamini. Bu magazinlar mana shu podon hisoblanadi. Ikkita yashik hisoblanadi. Misol uchun kalposa, har xil narsa, korobkaliklarni yoniga qo'yamiz. Bo'lmasam kalposalarni bitta-bitta tashiymiz. Mana shunaqa qilib bu bitta pik hisoblanadi. Kalposalar turibdi mana, ufak-ufak. Shunaqa qilib ishlayveramiz. Bu magazinimiz shuncha ko'rsatganingiz yetadi. Qarang, siz endi bir kunda qancha qilyapman dedingiz spikdan? Bir kunda 1,5 ming, 1800 ta uryapman. 1,5-1800 ta uryapsiz. Har kuni har xil. 4,5 ming, 5 ming, 6 minggacha topyapman. 4,5 ming, 5 ming, 6 minggacha topyapsiz. 6 minggacha toza har kun topsangiz 180 ming oyga borgan. Bu yerda 1 yildan beri ishlab yurgan tanishlaringiz bo'lsa, shu yerda qancha topishyapti shular realni ko'rib yurgan. Endi boyagi bolani ko'rgan bo'lsa, bu o'zim bola, u 2200, 2,5 ming uradi. U 7 ming, 8 ming topadi kuniga. Kuniga 7 ming, 8 ming. Ular endi oldin 2-3 yildan beri yurib shu yerga, ular hammasini biladi. Shularni bo'risi bo'lib ketgan. Biz endi kecha kelganmiz, endi sekin-sekin. Siz shu yerda ayig'i bo'lishga harakat qiling, buyurib. Xohlasa, nasib bo'lsa. Rahmat, ishlarga omad, charchamangiz. Rahmat, sog' bo'ling. Keyingi videoroliklargacha xayr.